Sizlar qadrli obunachilarimiz, barchangizga Rahmatulloh Sharif kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana Turkiya shirinliklari haqida suhbatlashamiz va tomosha qilasizlar. Bugungi Turkiya shirinliklarini sizlarning e'tiborlaringizga havola qilaman. Turkiyada qanaqa shirinliklar bor va qanaqa shirinliklar va qanaqa nimalarni tomosha qilasiz. E'tiboringizga havola qilaman. Qani bizni O'zbekistondan kuzatadiganlar ham O'zbekistonlarga ham hozir shunaqa shirinliklar yoki pechenyelar yo chipslar va shokoladlar bormi? Hozirda 2026-yilda. Qani biz esa ketdik. Videomizni boshladik. Birinchi oladigan videomiz mana bu. Xo'sh. Marmaritli shokoladli pechenemiz, shokoladli keksimiz. Keks desa ham bo'ladi. Ko'p deganizda Turkiyaniki juda mazali. Yeb esa tilda oladi, lekin mazza qilib yo'q. Bu bilasizmi? Bu asma uchun qilinayotgan videolar. Asma qilib qilyapmiz. Xo'p, aramizda shirinliklarga qiziqadiganlar barcha tomosha qiladi. Bu bizni asma uchun qilinayotgan videoda asma video. Ikkinchimiz mana bu ham keks. Ko'p degan esa keksimiz juda ham mazasi zo'r. Ajoyib. Mazza qilib esa boyagi ertalabki nonushta bilan va boshqa narsalar bilan yeyishda juda mazali. Ichida ham bu juda paketi bor. Ichida ham paketchalar, har bitta paketchalarga qaranglar. 20 ta gami, 19 tanami, 20 tanami. Shuna paketda ichida ham paketi bor. Paketning ichida ham paket qaranglar. Qiziqarli keks. Xo'sh, undan tashqari ko'p deganingizda mana bunaqa shirinliklari bor. Kichkina donaboy olib yeysan, pechenniga o'xshaydi. Ta'mi mazali, serdona sepilgan mazali pechenyesi. Mazza qilib olib yeyishga ertalabdan ayniqsa zo'r. Mana bu rolet. Bizni bilasizlar, roletimizni kichkinagina rolet. Albatta ko'p mazza qilsalar bo'ladi roletimiz. Qiziqarli rolet. Xo'sh, roletni albatta e'tiborlaringizga bilasizlar, O'zbekistonda roletni kesib bozorlarda sotadi. Juda mazasi zo'r. Mazza qilib olib yeydigan buni pachkasi. Kichkinaligi ham bor ekan. Roletni kichkina varianti bu. Xo'p, undan tashqari yana bir shokoladli vafli. Ko'p deganingizda ajoyib dalga manzur bo'ladigan shokoladli vafli. Mana bunisi ham rangi boshqa, ichi bir-biriga o'xshash shokoladli vafli bu ham. Ustiga shokoladli qo'yilgan qiziqarli vafli. Xo'p, undan tashqari mana bu ham shokoladli vafli. Bu qora toza ham yana ham shokoladli qilingan varianti. Xo'sh, mana bunisi oq. Mana bunisi oq. Bu shokolad, bu ham shokoladli, lekin oq shokoladli vafli oq vafli. Ochsa oq vafli juda ham bir mazali va odamga xush yoqadigan shokoladlardan biri bo'ladi. Xo'sh. Bu ham pechenyelar. Turkiyada bilasizlar, har xil pechenyelarni doim paketlarga solib, mazali qilib qo'yadi. Bu ham boya pechenye o'rtasiga shokolad qo'yilgan, mazzasiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, undan tashqari yana bir biskut deyishadi. Pechenye ichiga shokoladlar qo'ygan. Boyagi juda ham qiziqarli
shallik. Odam yeb maza qilib yeb ishtahani ochadigan shallik. Albatta ko'rib o'z haligisiga ega brend qiziqarli, har doim o'z qiziqarligi bilan mashhur. Judayam zo'r pishini ertalabga choy bilan ichish uchun judayam ta'miri ajoyib, tilda yorib qo'yadi. Orasiga shokoladli pecheniye. Xo'p, undan tashqari biz yana ko'rib turganingizday pecheniyelarda bu ham pecheniye ko'rib turganingizda orasida shokoladli qo'yilgan, ikki tomoni usti ham tagi ham pecheniye, o'rtasida shokolad yuradigan qiziqarli pecheniye. Bu ham ertalabga bir mazza qilib yesa arziydigan pecheniye. Xo'sh, endi mana buni eng qizig'i, buni nima deb o'ylaysizlar? Qani, kim topadi? Nima deb o'ylaysizlar? Bu haligi ko'koz, judayam bir mazali ko'koz. Bir mazza qilib o'zim yeyish uchun qilib mazali ko'kozda ochib, bilasizlar, odam zayiqqanda, boshqa qilganda yo boshqa nimadir qilganda qisiq qilib yeyish uchun mo'ljallangan boyagi ko'koz. Makkaydan tayyorlanadigan ko'kozimiz. Xo'p, undan tashqari ko'rib turganingizda bardoqda aytmaysizmi? Bardoqni ham paketchaga solib 5 tadan 10 ta, ichida 5 tadan 10 dona bo'ladi, yozib qo'yilgan 10 dona. Mana shu bardoqimizda mazasiga gap yo'q. Yeb bardoqda eski sosiyada bo'ladi. O'zbekistonda, Turkiyada bardoqni sog'inganlar uchun mana shu mahalasini sotib olsangiz, O'zbekistondagi bardoqni o'rnini bosib, O'zbekistonda bilasiz, bardoqni apparatlarda yasab, makkayni solib yasab, haligi shunaqa bir mazali qilib shakarlarga, haligi shakar yo asalli qilib shunaqa mazali tayyorlashadi. Buni bitta mana shunaqa paketga qilib qo'ygan. Mazasi unday bo'lmasa ham, lekin yesa bo'ladi albatta. Haligi qiziqish uchun, boyagi havasat uchun. Endi chipsimiz bor. Ateşkar chipsimiz chipsimiz boyagi kuniga o'xshaydi. Kariva-diyu. Boyagi karivadan latatga o'xshab ketadi paketi. Eng qizig'i original deb qo'yibdi. Shitdan original degan narsa mashhur ekan, gap yo'q. Bu yerda original deydi, Turkiyada original chipsimiz mana ko'rib turibsizlar. Mazzasi va sifatiga gap yo'q deb qo'yganday mazali. Xo'sh, eng qizig'i yana bir shirinligimiz xuddi haliga o'xshaydi. Chipsga o'xshab ketadi, lekin chips emas, ichi xamirdan tayyorlangan menimcha. Boyagi yeb haligi qilsa bo'ladi, aynan uchun. Xo'sh, judayam qiziqarli. Buni mana bu yerda mana ko'rib turibsiz, sarimoy bilan piyozni ko'rsatib qo'yibdi. Boyagi o'sha joyda qalampir ko'rsatadigan bo'lsa, uni yeyishga iloji yo'q. Qalampirli qip-qizil bo'ladi, ham qalampirli og'zida achitib, odamda ishtahasini ham bo'g'ib tashlaydi. Bittasi men qalampirligini sevmadim. Boyagi chips bo'lsin, bu bo'lsin. Yaqinda ham olib kelib yedik. Chips boyagi qalampirlisi bo'lsa olish tavsiya qilmayman, sababi qalampirni ancha-muncha odam yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun tavsiya qilmayman. Xo'p, endi ko'rganingizda mana yana bir holat, makkajo'xorida yana bir chanligimiz ko'rib turganingizda xuddi haliga o'xshab, tumalab xuddi qirqqa o'xshab ketadi. O'zimizda o'zbek qirqiga o'xshaydi. Lekin bu rangi sariq ko'koz. Ko'koz mazza qilib yeb, boyagi zayiqqandalik qilsa bo'ladi. Mazasi esa gap yo'q. Aytganimdek, buni ham har xili bor. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi.
Makkaydan tayyorlanayotgan Makkaga birpasda Makkaga asosida Makkaga ko'tarildi. Ko'ylak o'zingiz olsangiz bo'ladi. Lekin ajoyib ko'kizda boyagi tumaloq qizchalarga solali qilsa bo'ladi. Mazasi gap yo'q. Xo'sh, endi eng qizig'i keks ko'tarib kelsam, keksimiz bitta mana bunaqa kekslarimiz kelib qoldi. Ko'p qolsangiz sariq ko'kiz. Keksimiz sariq. Har xil haligi sariq. Ko'p deganimizda mana bunisi qizil. Mana bunisi qoramtir. Şekil. Mana bunisi oq. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, biz sizlarning e'tiborlaringizga Turkiyadagi shirinliklarni va qiziqarli shirinliklarni ko'rsatib o'tdim. Xo'p, albatta tomosha qilib o'z fikringizni yozib qoldirasiz. Keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qanaqa xolasa Turkiyada yana qanaqa videolarda ko'rishni xohlaysiz? Bu sizlar bilan Asmay uchun olingan video bo'ldi. Asmayda bu shunchaki Asmay qilib ko'rsatdim. Boyagi qanaqa shirinliklar qanaqaligini ko'rsatib e'tiboringizga havola qildim. Sizlar bilan Rahmatullo Sharipov. Keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatib turgan barcha obunachilarimizga esa doim bitta like deb ayamaysizlar deb qolamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun tashakkurlarimizni, minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni yozib qoldirasiz va keyingi videolarda qanaqa video chiqishini albatta yozib qoldiring. Sizga qanaqa videolarimiz yoqayapti, shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.